orqamdagi uyni ko'rinishidan 300-350 ming dollar deb o'ylaysizlar, lekin sizlar o'ylaganinglardan ham ancha arzon. Fasad ishlari 100% bitkazib beriladi, lekin proyektga gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizning ichiga kirib kelar ekanmiz, shunaqa keng, chiroyli darvozaxona bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Engelberg termo romlari o'rnatib qo'yilgan, patolog qismlari polniy alkafon qilingan, hovli uchun zeleniy zona hamda sanuzellar qoldirib ketilgan. Ko'p gapirib o'tirmaymiz. Proyekt shunchaki bomba, uyimizni ko'rib chiqamiz. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan shunaqa kenggina yo'lak bo'ladi. O'ng tomonda bo'lsa oshxonasi joylashgan. Oshxonamizning yonida yuvinishxonasi hamda birinchi yotoqxonasi. Bu yotoqxonamizga hovlidan ham kirsanglar bo'ladi. Bu xonasi birinchi mehmonxonaga mo'ljallangan, podvoli yaxlit. Ikkinchi qavatida bo'lsa yana 4 ta xonasi, yuvinishxona hamda terasa va uzuni balkonlariga ega. Uyimiz podvoli bilan qo'shib hisoblaganda 3 qavat, maydon 2 sotiq, xonalarning soni 6 ta, lekin uyimizga rostdan ham sifatli mahsulotlar ishlatilgan ekan. Bu xonadonimizning terasasi. Uyimiz Sergeli mashina bozorining ro'parasidagi Bobur mahallasida joylashgan. Narxini egalari bilan kelishsanglar bo'ladi.